ko'zlarini artdi, tashqariga chiqdik. Tashqariga chiqib masjid hovlisi, undan keyin avtoturargohgacha borish mobaynida o'rtog'im menga bir og'iz gap gapirgani yo'q. Jim ketdik. Mashinaga o'tirganimizda u menga qarata aytdi: "Ey do'stim, men seni do'st, haqiqiy ma'noda do'st deb bilgan edim. Lekin aslida sen yomon do'st ekansan." "Nega?" deb so'radim, dedi namozxon birodar. Nega bunday deyapsan deganda, "O'zing bir necha yillardan beri namoz o'qiysan. Bir og'iz aytmading, qo'limdan olmading. Men namozga bormayman deganimda meni urushib bo'lsa ham masjidga olib kirmading. Sen buni lazzatini, buni ibodatning mazasini, ibodatda oladigan savoblarni bila turib meni yetaklab kelmading" degan ekan.